Tuğanlar, assalomu alaykum. Amansızlarmı? Barыңızlar. Buyursa biz Oş şahrında Honazır'a gelip kaldık. Uşul özüңüzдөр görüp turгандай Karnada brend trabilkalарын buyursa sizlerge bir çetten толук маалыматты алып беребиz. Бул Карнада trabilkalar buyursa bu Kırgızстанга келгенине 1,5 жылдай болуп калды. Бул жакшы болду. Бардыгы бизге катталып, лайктардан басып коюңуздар. Biz bir çetten malumat sizlerge толук кылып алып беребиz. Maksatcan özü bizge malumat berip. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysınız? Charchamasizlar. Yaxshimi? Rahmat. O'zingizlar tushundingizlar? Xudoga shukr. Olyapsiz aka. O'zingizlar tushundingizlar? Şükür akaringizlarga şükür. Emi bizge bir chetde malumatlarni berem. Hop. Tornado brend bo'yicha. Aka, Tornado drabilkalarimiz 3 xil variantda chiqadi. 3 xil variantda. Ha, alyumin motorli bor, medviy motorligimiz bor. Alyumin, jez, dag'i. Ha. O'shanlar Ha, 3 xil ichida mahaviy raditsiya qilishi mumkin. Jengil og'ir bo'lib. Ha, 6 kiloligi bo'ladi, 11 kiloligi bo'ladi. Hozir ham buyursa sezondaga kelib qoldi. Uje avgustning boshi bo'layin deb qoldi. O'shanga chiqarishni boshladik. Setkalari 4 xil bo'ladi aka. 4 xil setkasi bor. 4 xil setkasi bor. Mana u cho'pga, molga ham, qo'yga ham ketaveradi. Molga qo'yib. Ha, mana u qo'ydiki. Qo'yni o'zini. Ha, endi bunda chiqarishyapti, silusga aralashtirib berishgan, chiqarishyapti, mayda qilib beradi. Silusni qo'shib turib. Ha, bu 5 li setka yorma qilib beradi, sotali makkani. Ha, makani mardagi bilan biraz bor, cho'jayam bo'lib beradi. Mana bunisi 2 li bo'ladi. Un aralash kepay qilib chiqarib beradi aka. 4 xil setkasi bo'ladi. 4 xil setka bor ekan. Universal makka budan ham o'ch chiqaraveradi. Hozir bir boshdan chiqarib ko'rsatib, keyin ichlarini ham ko'rsatib beramiz aka. Hozir makadan boshlaymiz bu, ne lozim? Yo'q, hozir cho'pdan boshlaylik. Cho'pdan boshlaylik. Ha. Bu beda. Beda. Mana. O'zingizlar ko'rib turganday, qadimgidek beda. Hozir bunaqa solib 40 dan ko'rsatib. Trabilka alış kerakli deganlar şu videoni ko'rib buyursa salsangizlar. Bismillah. Bismillah. Hali kimdir oldi kichkina deyapti. Mana qilsada ketaveradi. Hozir bu setka qaysiga? Molga qo'yg'ovi? Mol qo'y, universal aka. Mol qo'y, aytdim, ikkoviga ham chiqarib beraveradi mana. Tayyor ekanda buyursa. Ha. O'zi anaqa qilsa qo'y ham yoradi shuni. Qo'y ham yerib molda. Ha, endi kimgadir bu silusga aralashsa kattalik qilayotgani uchun endi yumalaqda ishlaysiz ham qo'shib qo'ydim. Bu da qisqasi maka, bedi, saman, barlig'i maydalab beradi bu. Ha, mol qo'y nima yesa, o'tgan kunda birine beden tartqilar-ku. Ha. O'shanda makan solsanglar bo'lmaydi deb turib o'jasdi. Makka chiqaraveradi aka, lekin men topolmayapman bitta makka. Ha, men mol bedalarni somonlarni sotar ekan aytdi. Bor. Makkani sotmayapti. Hozir sezoni yo'qda makka. Ha, o'shaning uchun. O'natdan bir olib kelgin. O cho'plar turibdi-ku. Ha. Cho'p ko'rsatib qo'yadi. Ha, hozir o'sha poya chiqaradimi deganlarga ko'rsatdi. Mana aka, mana u 2 oy cho'p bo'ldi. Mana yong'oqni butaganman. Yong'oqdan maka shaq emas. Ha, mana ko'rsatib qalaligini. Mana. 2 oy bo'ldi. Chiqarolmaydi. Quruq aka mana shu. So'ra shuni hozir. Mana shuni chiqarib beraman hozir. Mana bu onda makadan da kuchli qo'ydi bu. Qani? Shuni ko'raylik. Tot yuradi. Altroq o'xshaydi, qo'q ketmasin. Ha, bismillah. Mana. Bir öyle sal boldan. Araya aka mana. Allah. Tamam, oldu. Oh! Oldu. Normal. Nega? Bağıl hazırlıkı. Ben öyle. Yong'oqni shog'i. Aka makka poyani
chiqaradimi deganlarga shu. Ishandim, bo'ldi. Bemalol g'o'zapoya bor, boshqa Ha, bor, o. qamish bor, chiqarib beraveradi. Zo'r. Bunavi qadimgidaylar makan, mardagi menen, jugori mardagi menen. Kattasini olib kelgan, aka kichkinalarni olib kelganim yo'q aka. Aha. Bardig'i berdim. Ha. Hozir bunisi 5 litga chiqaramiz hozir. 5 litda. Ha. Somon chiqarayotganda oldiga narsa to'sib olishmaydi, qop-mop. Chunki to'sib qo'ysa havo to'plab qaytarib oladi o'zlariga. Makka bug'doy chiqarsa mana qilib qop baylab olsa bo'laveradi. Chang'ib aytam, qochib aytam, ha. Tashilbayt. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Ya bunu bak. Bayılır. Bismillah. Ne oldu Bakırcan? İçini çıkarmasın, götüremem. Makanın merdiveni bilen tarttı, gördünüzdür. Bu setka 5 bilen çıkardı. 5 setka, katta setka bilan chiqargan. Cho'ng setka bilan chiqardi hozir. Mana. Buni shunda olib berib beritgan. Makka dumbuli bilan shunaqa qilib chiqarib beradi. O, makan dumbul bilan. Молодец, son. Yemi? Buday chiqaradi. Buday aka endi buni biz. Bunaqa makanning o'zidan chiqarib danmi? Ha, chiqaraveradi. Makkaning o'zini ham, buday, arpa hamma yo'qdi. Buna buday chiqaradi. Faqat bu sotali makka bo'lsa 5 yil qo'yib chiqarsa, atalaga, qo'ylarga bergan zo'r bo'ladi. Bu endi ikkili holatda chiqaramiz aka, kepak holatda qilib beradi. Aha. Bismillah. Buday chiqaradi, buday deymi? Nima oldu shu yerdan, temirda oshqa? Regulyatsiya qilavermasdan tushib chiqarib turaveradi aka. Hali ustida turish shart emas-da. Regulyatsiya qilib ketsa o'zi chiqarib bergan bo'ladi. Bo'ldi, o'chiraverasizmi? Bo'ldi. To'g'ri ochadi. Chunki balandroq bo'lsa ko'proq ochaveradi, pastroq bo'lsa ozroq ochadi. Shunaqa regulyatsiya qilgan yaxshi-da. Eng to'g'ri. Bu lashetka ekilikda bu. Ikkili setga chiqadi. Ekilikda. Bu hozir kerak qilib qo'yibdi-da buni. Mana aka. Obdan so'ng Kepak holatda. aha. Yemi? Chiqarib beradi. Ular motorlarına ait bog'larni ashina. Xo'p, aka qarang, mana u ishlab berganim, boshqa qilganim bahosi 3 xil turi bor dedim, 19 ming so'mligim aka bu. Buna ushul 19 ming so'm. Bu sebep neleri var? Xo'p. Bu alyumin motor bo'ladi. Alyumin motor ne bo'ladi? Zavodskiy Jigulevskiy Mahaviyda bo'ladi aka. Zavodskiy Jigulevskiy Mahavik. Zavod Mahavik deyilayotgan Mahavik mashi bo'ladi. Ana u cho'yandan quydirib berganim yo'q o'zim. Bu toza o'zini. Toza Zavodskiy Jigulevskiy Jigulevdan chiqqan Mahavik mashi. 10 kilogramlik bo'shunda. 11 kilo chiqadi pichoqlari bilan. Pichoqlari ham o'sha original qora pichoqlar aka, mana duvaynoy bo'ladi metrlari. Yonida 4 tadan 8 ta manatga o'ylari bo'ladi.
Endi turbalarim aka, qalinligini ko'ryapsiz mana. Gaz balondan qilganim yo'q. Oo. 6 li turbani yangi turba listdan qilinadi aka. Buning bahosi 19 ming so'm. 19 ming so'm. Ha. 17 ming Dastlabkasi so'm bilan. degani qaysi bu? 17 mingni hozir ko'rsataman buni ham. Dastlabkasi bilan 19 ming bu. Dastlabkasi Center joylargacha. bo'yicha 7 oblastin rayonlarida dastlabkasi bekor. Bekor. Zakaz qilishsa 4 kun 5 kunda yetkazib beraman. Zakaz qilsa 4-5 kunda. Misoli drabilkani zakaz qilsa, ushul jetgandan keyin aqchasini bersa bo'ladimi, qanday bo'ladi? Yo'q, men misol uchun Qorasuv bozoridan chiqaraman-da men. Qorasuv bozoriga olib chiqib, o'zlarining shopirlari bo'lsa, o'zlarining shopirlariga. Bo'lmasam o'zimning shopirlarimni mashinaga yuklab, shopir bilan gaplashtirganimda, pulni tashab berishadi. Motorga 1 oy, tish pichog'iga 6 oy, suvarkasiga 1 yil garantiyasi bor. Uyga borib, drabilka yoqmasa, qaytarib olsa, pullarni qaytarib tashab beraman. Bo'ldi, tushunibdi. Endi mana bu yerda o'sha 17 ming degan buni niye o'zgarchiligi bor? Mana drabilka aka. Bu endi xo'jalikka. Misol uchun bitta ikkita molim bor, o'sha 19 ming dollar. Ha, bir ikkita. Bu o'sha Mahaviy dedimi ularga? O'sha Mahaviyda uni 4 li listdan qilganman. Bu juqaroqdagini? Ha. Lekin bu ham tishlari o'sha mana buniki ham 2 qator duvaynoy bo'ladi. Turbalari ham xuddi o'sha turbadan aka. Faqat raznisasi uniki Mahaviy. Biroq bu motori alyumin. Motori alyumin bir xil narigim bir xilda. Mahaviyda ayrimi bor ekanda. Ha, Mahaviyda ayrimi bor. Anan bu to'qislavayroq yerda bir şey. Ha, 160 dan 240 ga tishlayveradi. 160 dan 200 gacha ishlaydi. Onun narxi 19 ming, buniki 17 ming. Yo'q, uni emas, qancha ishlaydi? 220. Bu 170 dan 250 ga tishlaydi. Ha, 170 dan 250 ga, ha. Bu lekinchisi bo'ldi. Uchinchi men qaysi? Uchinchi biz xuddi tash ko'rsatdimmi mana? Ha. Xuddi tash ko'rsatganimi Mediy motor bu. Ha, jez motor. O'sha jez motori qancha mingga deding? 22 ming. 22 ming so'm, ha. 17 ming, 19 ming, 22 ming bo'ladi. 3 razmeri bor ekan do'konlar. Agar to'q biroz slavayroq yerda men degan bo'lsangizlar, mana 17 ming olsangizlar, zo'r bo'lgan. Alemi bizda to'q normalniy mallarni ko'ra odamlarga mana bu, ha. To'kam normalniy bo'lib 180 dan 250 gacha ishlayveradi. Hadovoy yandan buni ol yaxshi ekan-da. Ha, hadovoy ketayotganim hozir. Mashina bilan nariga ketyapti. Buni ola. Ha. 70 kilometrgacha bo'lsa, telefon qilishsa, o'zim olib borib beraman. Mana ne aparat bo'ldi? Shuni ko'rib qoldik yana. Granula apparati biz. Yem chiqarchu. Yem chiqaradigan granula apparati biz. Bu yangi keldi. Yangi keldi. Ha. Xudo xolasa buni keyingi videolarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Hozir agar shunda izlab yurganlar bo'lsa ne bo'ladi? Chalaveradimi? Ha, agar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishaveradi. Yetkazib beramiz buni. Narxini telefonda kelishamiz. Tushunibdi. Daha qo'shimcha so'zlaring yo'qmi? Videoda jinti tayyorlayapsizmi? Qo'shimcha so'zlarim telefon qilishgandan keyin 4 kun 5 kunda yetkazib beraman. 4-5 kunda yetib qoladi. Telefon qilishyapti, menga ertaga zarur. Ha, srochniy degani? Ha, srochniy deganlarga drabilkam ulgurmayapti. Srochniy qilsang o'zing yetishmay qoldasan. Ha. Agar misol uchun bu sanaga kerak deb aytib qo'ysa, o'sha sanaga ulgurtib beraman. Eng emasi 4-5 kun, 3-4 kun ekan, ha? Ha. Uzoq kelsa 5 kun ichida yetkazib beraman. Endi hozir aka olib chiqib Qorasuvga mashina yuklasam ham, bugun yuklasam ertaga kech qo'lmayapti. Motorlarga 1 oy garantiya, men negizi garantiya berish o'zi qiyin o'zi negizi. Qiyin narsa bu. Menga o'zi motorni sotgan odam, zavoddan Xitoydan kelgan odam garantiya bermaydi. Ha, endi keyin aka mana zipdan narsani ko'rsataman. Texnikada bular 1000 gram bo'lsa ham motorga garantiya bermasligim mumkin. Sababi aka bu yerda paplavoy bo'ladi o'zi mana. Bu yerda paplavoy bo'ladi. Shuni bo'shatib qo'ydik. Agar motor qiynalsa, bir narsa tiqilib bo'lsa, shu paplavoydan tashlab yuboradi. O'zi avtomatik. Ha, motor kuymaydi. Nomoda bu 1 yil, 1,5 yil ishlab buzilib bo'lsa, men avtomat ham tashlaydigan avtomat qo'yganman. Avtomatdan ham tashlaydi aka. Janaqanday olib berib kuyib ketmayotganda. Yo'q, motor kuymaydi. O'shaning uchun men xotirjam garantiyani beraveraman motorga. Obdan o'qmush sonim. Endi agar uylariga olib borib, misol uchun men 160 deyapman, pastoy ishlatishi. 160 dan pastda 140 ga, 130 ga ishlatsa, bu tashamaydi. Ozroq bo'lsa ham. Ha, u o'zlarining aybi bilan kuyib qolgan bo'ladi motor. Tushunibdi. Chunki yani paplavoy ajratilmaydi, to'kpas bo'lsa. Unda munovalar yaxshi ekan-da, 17 ming. Ha, bu ham ikkovi ham yaxshi-yu, lekin bu ham 140 ga ishlamaydi aka. 160. O'shaning uchun motorda o'zi sifrasi bo'ladi, to'k ko'rsatib turadigan.
o'sha yerga yurgizib turib bitta qarab olsa, balandmi ishlatish o'zi uncha joyda 140 yo'q endi. Qishda pasayib qolishi mumkin-ku. Bundan tuğanlar, eğer kimge zararlı bolup kalgan bolsa, çalыңızlar Maqsadjanга özüңüzдөр süйлöşüp zakazı bersеңizdер. Buyursa bul aparıp жақсы kılıp sal öğretken. Mına uşinti biz videomuzu жыйынтыктайбыз. Like'lardan basıp gruppalarga bölüşüp koyuңuzдар. Allah razı olsun. Bardığınızlardan.